Hürmetlik vatandaşlık şiirlerimizle başlaymaz. Endikilik şiirmında vatandaşa. Endi xabarimindaq. Bugün çiğsaq 2020 yıl 7. ayının 2. günü haftaga payshanba. Mavzumundaq dünya matbuatlari Jungoga nazar saldı. Beijing Şangayning Hong Kongning erkinligiga ölüm cezası e'lon qildi. Mavzuda xabar 7. ayının 2. günü Amerika ovozdan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Washington Jungo Kompartiyasi doiralari haftaning 2. günü, yani 30. günü yerim kechida Hong Kongcha davlat bexatarligi tuzib e'lon qilib ishlatishga topshirdi. Xalqaro jamiyat umumyuzlik mundaq hisobladi. Jungo Kompartiyasi doiralaridan bu harakati adliya mustaqilligini belgi qilgan Hong Kongning erkinlik o'lim jazosi berganlik. Jungo doiralari Hong Kongcha davlat bexatarligi qonunini o'ttirg'i chiqargan bir paytda Jungo matbuotlari qo'llash, madiylash maqolalarini e'lon qildi. Bir nafar Jungolik to'rdosh obzor yozib mundaq dedi. Bexatarlik qonunini tuzg'ichilar savodsizlardir. Savadsız qonun amaldorlari va lyukseklar tarafidan tuzilgan qonundir. Tanqidlovchilar va kuzatuvchilar mundaq ko'rsatdi. Jungo doiralarining bexatarlik qonuni hech qancha bir yangilik emas. Balki Jungo doiralari 70 yildan bir yo'l qo'yib kelayotgan atalmish qonun bilan boshqarishdir. Bu qonunning nomi bilan Jungo doiralari har qanday odamni ixtiyoriy bir taraf qila oladi. Nurg'unlagan tanqid qiluvchilar mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasining qonunni o'z beshimchiligida alohida belgi qilgan. Jungo Kompartiyasining qonuni o'z beshimchilikni alohida belgi qilgan. Kishiga chunqur ta'sir qiladigan bir tarafi shuki, Jungo doiralari qo'lga olganda hech qanday jinoyat turlari to'shqizilmagan oq qog'oz varaqchilarni jinoyatchi deyilgan kishining qo'liga tutqizib qo'yib, qo'lga olaveradi. Buni men misol keltirsam, shu 3 yil ichida Jungolik mustamlikchilar Uyg'uristonda Uyg'urlarni qo'lga olganda, quruq qog'ozni qo'liga berib, endi sen jinoyatingni yozib, o jinoyatni jinoyatchi atalgan Uyg'ur to'ldirish kerak. Bu ankitni. Enindiki uning ustiga Xitoy tamg'a o'sish kerak. Qanday his qilish hurmatli vatandosh? Bu Xitoyning nochiligimi yoki uning ichiga titarak kirib ketganligimi? Uyg'uriston uchun aytganda uning ichiga titarak tushib ketganligimi? Bu to'g'ri bir so'z ochmadik. Asta-asta vaqt kelgan tahlil qilamiz hurmatli vatandoshlar. Şuna g'arb dunyosi Jungoni hamda qayta baholamasa bo'lmaydi. Ya'ni Jungoga qayta baho bermasa bo'lmaydi. G'arb davlatlari 40 yil mobaynida Jungo bilan bo'lgan munosabatlarni o'zliksiz taraqqiy qildirish Jungodan kutgan umidlar ustiga qurilgan edi. Umid va ishonish Jungo iqtisodiy jihatda echib etilsa, uning aksicha yoki uningga ergishib siyosiy jihatda ham echib etiladi. Jungo g'arb davlatlarining do'stiga aylanadi. G'arb davlatlari bilan raqobatlashmaydi degan shart ustiga qurilgan edi. Kechiringlar vatandoshlar, meni kechiringlar. Shan ustiga qurilgan edi. Lekin ba'zi kuzat kuchlar mundaq hisobladi. Jungo siyosiy hokimiyati siyosiy jihatda echib etish bilan qonun bilan boshqarish jihatda og'ir soldi bo'lib keldi. Ağır saldı bulup geldi.
Xi Jinping hokimiyat beshiga kelgandan keyin zor ko'lamda kayniga chekindi. Xi Jinping siyosiy hokimiyati kuzatuvchilarning nazaridagi Jungo Kompartiyasi hech nimadan tap tortmaydigan bir mezgilda qonun bilan boshqurumizligini bu bir chekinishning timsolidir. Jungo atalmış qonunni yo'l qo'ygan bir payti Fransiyaning Dunyo gazeti xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. G'arb dunyosining xom xiyollari va G'arb dunyosining Jungo uzartgan qo'lining oqibati mavzuliq maqolasida G'arb dunyosining Jungo qaratgan siyosat jarayonining 50 yillik musofasi besib yetib, yana 0 nuqta qaytib keldi deb ko'rsatdi. Hatta G'arbliklar Shanghai, Hong Kong demokratiyasini Jungoning ichki qismiga elib kiralaydi deb ishongan edi. Hong Kongchi davlat bexatarligi qonuni bundaq g'arbcha umidlarning oxirlashganligini jakarladi. Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi bundaq dedi. Washington bilan Beijing hozir hatto yangi so'g'oq munosabatlar urushining girvigida turyapti. G'arb davlatlari hozir o'zlarining Jungo qaratgan siyosatlari tufayli hasrat, nadomat bilan yig'layapti. Bu siyosatlar Fransiya tuprog'ida 1964-yillarda boshlangan. Shu vaqtdagi Fransiyaning prezidenti de Gaulle Jungo Kompartiyasi siyosiy hokimiyatini e'tirof qilgan edi. Lekin bu siyosatning G'arb dunyosi Jungo siyosatining yo'lga qo'yilishi 1972-yili Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Nixonning Jungoni ziyorat qilishi bilan boshlandi. Cumhuriyetçiler Partiyasining prezidenti Nixon mundaq degan edi. Yiroq kelgusidan qaraganda biz Jungoni xalqaro jamiyatdan ayirib o'tolmaymiz. Ko'p chekatdi. Jungoda o'zgarish bo'lmaydi ekan, dunyo hargiz bexatar bo'la olmaydi. Shuning uchun bizning nishonimiz qo'limizdan keladigan ta'sirimizni ko'rsatib va ishlatib, bundaq o'zgarishni qo'lga keltirishimiz kerak. Kuzatuvchilar diqqat qildiki, 1972-yil G'arb dunyosi Jungo bilan astoydil taraqqiyot munosabati o'rnatgan siyosati Jungoga qaratgan bir yildir. O çağda Amerika bilan munosabat o'rnatgan Jungo rahbari Mao Zedong edi. Mao Zedongning siyosati Amerika bilan birlashib Sovetlarga qarshi turish edi. Hozir Amerika hukumati bilan munosabat qilayotgan Jungo rahbarlari Xi Jinpingning siyosati Sovetlardan keyin Rossiya bilan hamkorlashib Amerikaga qarshi turish bo'lib shakllandi. O'xshashda Jungo iqtisodiy jihatdan yanada Amerikaga tayinib qoldi. Bundaq vaziyat qanday natijaga olib boradi? Bu dal hozir dunyo matbuotlarining bo'libmi G'arb matbuotlari o'ylaydigan masaladir, yoki G'arb matbuotlari duch kelgan masaladir. Hatto G'arb davlat hukumatlari duch kelgan qiyin masaladir. Qaysi masala? Ayni chaqda Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo bilan birlashib Rossiyaga taqobil turdi. Endi bugun Jungo Rossiya bilan birlashib Amerikaga taqobil turyapti. Demak, bu yerda o'q markazi Jungo bo'lyapti, vatandosh, diqqat qildingizmi? Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari shunday siyosatni Rossiyaga tatbiqlagan bo'lsa, ayni chaqda bu yerda markaz, ya'ni g'olliq markaz bo'layotgan Jungo. Hozir Rossiya bilan birlashib Amerika qarshi turishdimi, g'olliq markaz bo'layotgan yanala Jungo. Hozirgi dunyoning siyosatiga mana shunday nazar tashlasangiz bo'ladi, hurmatli vatandoshlar.